Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozordan ochiq dala yonidan 14 sotixlik hovli sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga chegaradosh hudud hisoblanadi. 3-4 xonali uylari bilan ko'cha yuzi birinchi liniya, tekis joy. Bu yerda tog'lar manzara juda ham chiroyli. Tog'lar shunday ko'rinib turadi. Bu joyda chorvachilik, dehqonchilik qilaman degan odamlarga ham juda ham mos keladigan joy ekan. Shu xonadonimiz 2-3 xonali uylari bilan hovlisidan ariqdan ham suv oqib o'tar ekan. Ko'cha yuzi bu joyga kelib 4 ta 5 ta kottej xonadon qurib olsa bo'ladi yoki biznes sifatida foydalansanglar bo'ladi. Tuman markazi Yangi bozorga 1-1,5 kilometr joyda joylashgan. Sizga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar batafsil yana tushuntiriladi, ko'rsatiladi.